Assalomu alaykum, hurmatli hamkasb baliqchi do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan baliqchi Ulug'bekjon. Sizlarga tabiiy oziqa Rossiya davlati Krasnodar oblasidan olib kelib rivojlantirilgan живой корм Dafniya magnalarimiz Xudo xolasa mana lichinka havzalarimizda ko'payish jarayonini sizlarga bir tushuntirib o'tsam. Rossiya Krasnodarskiy Dafniya magnalarimiz mana suvga faol baliqlar uchun yaxshi oziqa bo'lib beradi. Suvdagi harakat faolligi baliq lichinka havzalarimizda mana lichinkalar bu Dafniya bilan oziqlanib yirik mahsulot berishadi. Bu kichik havzamiz 50 sotixli havzada baliq lichinkalarni parvarishlab simichka va malyok holatiga olib kelib sotiladi. Dafniyani mana yirik kadrda bunaqroq formatda ko'rsatsam, Dafniya magnani umumiy tuzilishi. Bu Dafniyani afzalliklari suvni filtrlaydi. Baliqda fekalni отходini yeb baliqqa oziqa bo'lib beradi. Birgina oziqa bo'lib berishdan tashqari Dafniyani suvdagi zararli termit, zararli parazit suvda ifloslanishini oldini oladi. Suvdagi ko'zga ko'rinmas juda mayda mikromillimetrli zararli bu baliqlar uchun zarar keltiradigan termit va boshqa parazitli kasalliklarni ko'payishini oldini oladi. Bu Dafniyani qo'shimcha havzada rivojlantirib oziqa sarfini 50%, 40-50% gacha bemalol tejab beradi. Sizga osonroq misol ko'rinishda tushuntirib o'tsam, 100 million so'mlik yem bilan 10 tonna mahsulot qiladigan bo'lsangiz, bu qo'shimcha agar bu Krasnodarskiy Dafniya magnalarimizni rivojlantirib, havzada qo'shimcha rivojlantirib mahsulot yetishtirsangiz, sizga xarajatingiz 50-60 million so'mlik yem bilan o'sha 10 tonna mahsulotni yetishtiraverasiz. Sizga iqtisodiy 50% gacha iqtisodiy foyda beradi. Birgina mana oziqa tomonligidan. Yana tem bo'lib bu kasalliklarga, suvni fekalni отходdan tozalash, qo'shimcha nima deydi, suvni aylantirishlar ko'p shart bo'lmaydi. Suvni tozalab turgandan keyin bu fekalni отход havzadan chiqib ketaveradi. Chiqib ketirish uchun almashtirish kerak bo'lsa, buni fekalni отходni bu Dafniya magna yeb tozalab beradi. Mana bu suvni filtrlayapti. Filtrlab bularni qo'ygan lichinkasini, bu Dafniyalar lichinkasini mana bizning baliq lichinkalarimiz oziqlanib kattaraveradi, o'saveradi. Bu sizga qo'shimcha bunday aytganda baliqchilikdan qo'shimcha foyda ko'rsangiz, buni qo'shimcha baliqqa havzada rivojlantirib, qo'shimcha yana daromadingizni 1+ oshirishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana qo'shimcha ma'lumotlarda berib ketaveramiz, Xudo xolasa.